Assalomu alaykum azizlar, siz bilan Planeta Zich. Bugungi real testimiz obyekti Deepal S07 gibrid elektromobili. Ushbu elektromobilni ilgari ham test qilib ko'rgan edik. Natijalar qanday chiqadi? Keling, buni birgalikda kuzatamiz. Deepal S07 gibrid elektromobilni 5 nuqtadagi magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib chiqamiz. Videoni oxirigacha kuzating, qiziq ma'lumotlar oldinda. Birinchi nuqtamiz haydovchi o'rindig'i. Haydovchi o'rindig'idagi magnit maydon ko'rsatkichi 3 mGauss. Haydovchi oyoq qismidagi ko'rsatkichimiz 6 mGauss, 6.2 gacha ko'tarildi. Monitordagi ko'rsatkichimiz 4.2 mGauss. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkich 3.8 mGauss. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib o'tamiz. Yon o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 4 mGauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ko'rib o'taylik. Orqa o'rindiqdagi magnit maydon ko'rsatkichimiz 3.9 4 mGauss. Deepal S07 gibrid elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida chiqdi. 6.2 mGauss. Magnit maydon ko'rsatkichlari qancha past bo'lsa, siz uchun shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlarini test qilib beramiz. Aytgancha, videolarimizni ko'plab odamlar kuzatish uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolar qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.